Vobkent tumani tibbiyot tizimida olib borilayotgan ishlar, belgilangan chora-tadbirlar ko'lami keng. Albatta, yurtimiz taraqqiyotini ta'minlash, aholi salomatligini saqlashda tibbiyot sohasi alohida o'ringa ega. Shu maqsadda bugungi kunda tumanda tibbiyot sohasi sifati tubdan o'zgarmoqda. Hozirgi lavhamiz tizimda olib borilayotgan ishlar xususida. Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar viloyatimiz hududlarida ham o'z samaralarini bermoqda. Joylarda yangi tibbiyot muassasalari barpo etilib, mavjudlari tubdan ta'mirlanmoqda. Zamonaviy usulda jihozlanib, bemorlarning o'z hududida zarur muolajalarni olishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Vobkent tumani tibbiyot birlashmasida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar misolida ko'rish mumkin. Aholiga tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish, kasalliklarni barvaqt aniqlash va oldini olish, tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Umuman olganda, tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini yanada oshirish, ushbu zamonaviy tibbiy jihozlarni keng joriy etish borasida ham muhim ishlar qilinayotganligini ta'kidlash joiz. Bizlar viloyatning Sho'rxon, G'ijduvon va Vobkent tumanida bo'ladigan barcha qo'shma shikastlanishlar va yurak qon tomir kasalliklari bilan murojaat qilgan bemorlarga birinchi yordam ko'rsatamiz. Hozirgi kunda shu apparaturalar yordamida keladigan barcha bemorlarga birinchi o'rinda tekshirish usullarini 100% o'zimizga tumanda amalga oshiramiz va birinchi yordamni shu yerning o'zida ko'rsatamiz. Hozirgi kunda ko'payib boradigan insult kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, infarkt kasalliklarini oldini olish uchun birinchi qilinadigan barcha tromboliz operatsiyalari, shuningdek bosh miyada qilinadigan operatsiyalar, yurakda o'tkazilgan stentlar shu tumanning o'zida amalga oshirilyapti. Tuman tibbiyot tizimida olib borilayotgan ishlar, belgilangan chora-tadbirlar ko'lami keng. Markaziy kasalxona, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, oilaviy poliklinika va shifokorlik punktlari aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jumladan aholiga tibbiy xizmat sifatini oshirish hamda tibbiyot xodimlariga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Hajvon oilaviy shifokorlik punktining Bozondivon filiali mukammal ta'mirlash ishlari bo'yicha suda dasturi mablag'lari hisobidan jami 140 million so'm ajratib berildi. Bularning barchasi aholi salomatligini saqlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.